Assalomu alaykum. O'tgan hafta davomida viloyatimizda bo'lib o'tgan muhim voqea hodisalar tafsiloti bilan efirda Xorazm hafta ichida axborot tahlili dasturi. Xalqaro standartlarga javob beradigan yo'l qurilishi mintaqa investitsiya jozibadorligini oshirishda muhim omil hisoblanadi. Bu borada keyingi yillarda yurtimizda muhim islohotlar, salmoqli ishlar amalga oshirilyapti. Xususan davlatimiz rahbari tashabbusi bilan viloyatimizda zamonaviy talablar asosida amalga oshirilishi rejalashtirilgan loyiha 84 kilometr uzunlikdagi yo'l qurilishiga start berildi. Avtomobil o'tkazuvchanligi bir kunda 19 mingtani tashkil etadigan loyiha haqida muxbirimiz so'z yuritadi. Sifatli yo'llar bu logistika imkoniyatlarining kengayishi, savdo aloqalarining mustahkamlanishi va turistik salohiyatning yuksalishi demakdir. Xorazm viloyatida davlatimiz rahbarining tashabbusi bilan turizm va transport infratuzilmasini rivojlantirish loyihalari doirasida o'tgan 2025-yilda 760 milliard so'mlik mablag'lar hisobidan jami 1200 kilometr yo'llar va 20 ta ko'priklar ta'mirlangan. Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki ishtirokidagi 238 million dollar mablag' hisobidan Urganch, Xonqa, Amu daryosi A380 avtomobil yo'lining 84 kilometr qismini rekonstruksiya qilish loyihasi ham Xorazm viloyati va Qoraqalpog'iston Respublikasi aholisi uchun katta yangilik, yaxshi xushxabar. Loyiha viloyatning D213 avtomobil yo'li Urganch shahridan 2,7 kilometr, Urganch tumanidan 7,3 kilometr, Xonqa tumanidan 14 kilometr, Bog'otda 22 kilometr, Hazorasutda 28, Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l tumanidan 10 kilometrni tashkil etadi. Sir emas, hozirda bu yo'lning ko'p qismi yaroqsiz ahvolga kelib qolgandi. Yangi yo'l qurilishiga tamal toshi qo'yish tadbiriga yig'ilganlar ham ana shu haqda gapirib, endilikda ushbu loyiha hududda tadbirkorlikni rivojlantirishga, xalqaro transport tarmoqlariga yanada chuqurroq integratsiya qilishga xizmat qilishini ta'kidladilar. Shu loyiha bo'yicha xalqaro tender o'tkazildi. China Railway 20-guruhi belgilandi. Kompaniya 41 kilometrni rekonstruksiyasini amalga oshiradi. Qurilish ishlari Xitoyning yetakchi qurilish kompaniyasi va turkiyalik mutaxassislar ishtirokida bo'ladi. Xitoy temir yo'l qurilish korporatsiyasining ikkinchi muhandislik byurosi yirik Xitoy qurilish kompaniyalaridan biri bo'lib, dunyoning top 500 kompaniyalari qatoriga kiradi. Biz uchun O'zbekistonning D213 avtomobil yo'lining ikkinchi shartnoma uchastkasi loyihasida ishtirok etishimiz katta sharafdir. Mazkur avtomobil yo'li O'zbekiston hukumatı tomonidan amalga oshirilayotgan muhim strategik loyihalardan biri hisoblanadi. Ayniqsa ushbu uchastkada Amudaryo ustidan o'tuvchi umumiy uzunligi 700 metr bo'lgan ko'prik qurilishi ko'zda tutilgan bo'lib, bu loyiha uchun muhim. Kompaniyamiz avval Buxoro gazli yo'nalishidagi 87 kilometr uzunlikdagi A380 avtomobil yo'lini muvaffaqiyatli qurib katta tajriba orttirgan. Bizda D213 avtomobil yo'lining ikkinchi shartnoma uchastkasini O'zbekistondagi eng yuqori standartlarga javob beradigan zamonaviy magistral yo'llardan biriga aylantirish uchun yetarli ishonch va qat'iyat mavjud. Hurmatli prezidentimizning tashabbuslari bilan yo'l xo'jaligi sohasida mahalliy va xalqaro transport vositalari ishtirokchilari uchun keng ko'lamli o'sha yirik loyihalarni amalga oshirsa, Osiyo taraqqiyot banki, Jahon banki, Islom taraqqiyot banki, Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki kabi yirik investitsion o'sha investor banklarimiz jalb qilingan. Mazkur xalqaro moliya institutlari ishtirokida bugungi kunda respublikamizning o'sha Qoraqalpog'iston Respublikasida Qashqadaryo, Surxondaryo, Buxoro shu jumladan mana bugun ko'rib turibsizki, Xorazm viloyatining asosiy koridor qismlaridan iborat bo'lgan D213 avtomobil yo'limizda ham Urganch, Xonqa, Hazorasut yo'nalishdagi yirik loyihamiz amalga oshirishga start berilmoqda. Eng asosiy ahamiyatlardan biri mazkur avtomobil yo'li aholi uchun keng ko'lamli imkoniyatlar taqdim etadi, ya'ni infratuzilma rivojlanadi, ijtimoiy iqtisodiy holat yaxshilanadi. Shuningdek, eng asosiy ahamiyatlardan biri, ya'ni ikki palasalik asfalt beton qoplamali yo'limiz xalqaro standartlarga talabga javob beradigan 4 tasmali sement beton qoplamali yo'lga o'tkaziladi. Shuningdek, yana bir muhim jihatini aytib o'tishimiz joizki, mazkur avtomobil yo'lini rekonstruksiya qilinishida 50 ga yaqin shu ko'priklar rekonstruksiya qilinadi va respublikamizda eng yirik Amudaryo ustidan o'tadigan 690 metrlik 4 tasmali ko'prigimiz yangidan quriladi. Nuroniylar duosi bilan xayrli tashabbusga dastlabki ramziy ma'nodagi tamal toshi qo'yildi. Mutasaddilar va keng jamoatchilik ishtirokida qurilish ishlariga start berildi. Xalqimiz juda ham minnatdor. Muhtaram prezidentimiz e'tibori bilan shularning qilayotgan bir mehnatlari bilan xalqimiz to'g'risida qayg'urayotganlari bilan mana shu ishlar amalga oshirildi. Chunki bu Urganchdan to Hazorasutgacha bo'lgan yo'l abgor ahvolda edi.
Hozir endi men rekonstruksiyadan keyin mana shu mutaxassislar yo'llarni ishga tushirsalar, albatta transport qatnovi boshqa hammasi o'z joyiga tushadi. Muhtaram prezidentimizga o'zimizning chuqur minnatdorchiligimizni bildiramiz. Yo'l obod bo'lsa, albatta xalq ham obod bo'ladi. Shu yo'ldan hamma foydalanadi. Xalqimiz uchun, xalqning turmush farovonligi uchun juda afzal narsa. Barcha texnikalar shay holatda. Xorazmda boshlangan ushbu yo'l qurilishi loyihasi hududni taraqqiyot, farovonlikka eltuvchi muhim qadamdir.